hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi 28-iyul kuni OAN televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Amerika hukumatidan kutadigan talablarni o'ttirg'a qo'ydi. Suhbatning asosiy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 4 muhim a'zosining biri bo'lganlikdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida kun tartibga elib kelishi kerak. Bu Amerika hukumati imkon qadar qilishga tegishli bo'lgan muhim bir ish. Xalqingiz haqida yuqori darajalik amaldorlar ministerlik bilan so'zlashyapsiz. Bayden hokimiyati Demokratik Kengash palatasidan ijobiy javob ola oladingizmi? Tijorat kelishimi izchil tuziladi. Xitoy bizni boy qilyapti. Tijorat kelishimi. Tamojna biji. Andan qalayimqon irqiy qirg'inchilikni to'xtat deyish. Bu ularning pul tepishiga qulaylik yaratganlik. Biz ularga yordam qilyapmiz. Baxtimizga qarshi biz ahamiyatli bir harakatni ko'rmadik. Faqat og'zining uchida biz ko'ngil bo'lyapmiz. Kishilik huquqqa ahamiyat beramiz deydi. Ammo ahamiyatli hech bir ish qilgani yo'q. Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan majburiyatini ado qilishi, irqiy qirg'inchilikning oldini olishi va mas'ullarni jazolashi lozim. Amerika Xi Jinpingga bu yuz bermasligi kerak edi. Sening bilan so'zlashimiz, irqiy qirg'inchilikni to'xtat. Sharq Turkistonda nima ishlarning yuz berayotganligini tekshirishga yo'l qo'y. Jazo lagerlarini taqa. Begunoh insonlarni turma va jazo lagerlaridan qo'yib o'tib, uylariga qaytar deyishi kerak. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining 26-iyul kuni Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabining oldida o'tkazgan namoyishi matbuotlarda orqa-orqadan xabar qilindi. Breitbart Tory 27-iyul kuni Xitoyning jazo lagerlaridan qutulib chiqqan mahbuslar, Sharq Turkistondagi ezilgan Uyg'urlar jamiyatining a'zolari va qo'llovchilar seshanba kuni Nyu-Yorkka yig'ilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Mashal Bachilatining 5-oydagi Sharq Turkistonga qilgan ziyaratiga munosabatlik doklad e'lon qilishni talab qildi. Namoyishchilar yana Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlariga qarata olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishni talab qildi. Nurg'ulg'an davlat va mutaxassislar, faoliyatchilar Xitoyning vahshiy qilmishlarining irqiy qirg'inchilik o'lchamiga tushadiganligini dalilladi. Namoyishchilar Oliy komissar Mashal Bachilatining mayda Sharq Turkistonga qilgan ziyarati haqida doklad e'lon qilishni talab qildi. Mashal Bachilat Sharq Turkistonga qilgan ziyoratini tekshirish emas, balki kishilik huquq tashkilotlarining talabiga binoan qilingan ziyorat dedi. Bachilat ishxonasi ziyoratga munosabatlik doklad e'lon qilmadi. U partiya tarafidan tanlanganlarning sirtidagi hech qanday siyosiy o'qituvchi guruhlar yoki ezilgan millatlarning vakillari bilan ko'rishmadi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor va namoyishchi ammo namoyishda Bachilatning bu rayondagi bayqashlari haqida doklad e'lon qilishni va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini talab qildi. Sharq Turkiston oldi bilan 1933-yili, ondan 1944-yildan 1949-yilgacha egilik huquqliq jumhuriyat bo'lib, yuqori darajalik amaldorlari sirliq aeroplan voqeasida qazo qilgandan keyin Mavzuning Xitoy Kompartiyasi tarafidan ishg'ol, mustamlika qilingan. Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilish Xitoy siyosiy rahbarlarini irqiy qirg'inchilikdan javobgarlikka tortishning sirtida xalqaro qonun va kelishimnomalarni qo'zg'atadi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bugun cho'ng qirg'inchilikqa o'xshash Xitoyning 21-asrdagi irqiy qirg'inchiligiga sal qaratadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining harakatlarining kamchil bo'lishi fashist irqchi Xitoy hukumatining o'tgan 8 yilda to'solg'isiz irqiy qirg'inchilik olib berishiga sharoit ta'sirlab berdi. Bachilat tekshirishni yuritolmayli qolmay yana Xitoyni ayblay olmadi dedi. Bachilatning Sharq Turkistondagi bayqashlari yanada bir sir bo'lib kelmoqda. Oldingi hafta Reuters agentligi Xitoy hukumatining Bachilat ishxonasiga doklad e'lon qilmasligi uchun aktivlik bilan besim ishlatganligini aytdi. Xabarda yana lager shohidlaridan Tursunay Ziyovuddin va Guziraning so'zlagan so'zlari yer oldi. Uyg'ur dokladini e'lon qilinmagan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoy bilan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik deb ayblandi. Musulmon Porti Torining 27-iyul kunidagi xabarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari komissari Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lishiga qaramay,
aylardan beri Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning asir lagerlariga avatilganligi haqidagi dokladni e'lon qila olmadi. Uyg'urlar Beyjing hokimiyatining dokladni bostirganligini aytib qarshilik ko'rsatdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati rahbarlarini o'z ichiga olgan bir qism Uyg'urlar Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabining sirtida namoyish qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi dokladini e'lon qilishni talab qildi. Dunyo tashkilotining Beyjingning dokladni bostirishiga yo'l qo'yganligini aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabining oldida kamp qurildi. Namoyishchilar lozunglarni ko'tarib, dokladning e'lon qilinishini va Sharq Turkistonning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor O'rta Sharq ko'ziga nurg'ulg'an taraflarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining orqaga chekinishining, hatto muhim doklad e'lon qila olmasligining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherikligini ko'rsatib berganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladni 2022 yili 31 avgust Bacheletning vazifa o'tash muddati oxirlashdan burun e'lon qilganligiga kafolat berganligini aytdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoyning jinoyatini tekshirishdan iborat hozirgacha amaliylashmagan ishqa qistaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 2004 yili Washingtonda rasmiy surgunda hukumat sifatida qurilgan hamda Xitoyning g'arbiy shimoliga joylashgan Xitoy ishg'ol qilib olib Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun ishlayotidi. U Uyg'ur va Sharq Turkiston diasporasidagi nurg'ulg'an tashkilotlarga vakillik qiladi. Salih Xudoyor Sharq Turkistondagi turk xalqlarining boshdan kechirganlarining mustamlikachilik, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik ekanligini aytdi. Amerika Sharq Turkiston davlatini e'tirof qilmasmi, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb aybladi. Sharq Turkiston haqidagi dokladlarda ko'rsatilishicha, yaqinqi bir qancha yilda 1 millionga yaqin Uyg'ur qo'lga olingan. Uyg'urlarning namoz va Ramazon tutishiga, saqal qo'yishiga ruxsat qilinmagan. Bu rayonga haroq majburiy avatilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Mashal Bachelet bu yil mayda Xitoyni ziyorat qildi. Ammo hozirgacha 12 million Uyg'ur yashaydigan Sharq Turkistonning vaziyati to'g'risida hech qanday doklad e'lon qila olmadi. Oldingi hafta Reuters agentligi Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga besim ishlatib, dokladning e'lon qilinishini cheklaganligini xabar qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati hatto Amerikani o'z ichiga olgan boshqa davlatlarmi turli siyosiy sababdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu masalani hal qilishni xohlamaydi dedi. Salih Xudoyor Xitoyning g'arbidagi atalmish Xinjiangda tug'ilgan bo'lib, 7 yosh vaqtida oilasidagilar bilan siyosiy musofir sifatida Amerikaga kelib, Oklahoma shtatida o'tiraqlashgan. Amerika armiyasida qisqa muddat xizmat qilgan. O 2017 yili atalmish Xinjiangdagi tuqqanlar bilan eng oxirgi qatam ko'rishganligini aytdi. U Amerika hukumatining Uyg'ur masalasini qo'llashini qo'lga keltirish uchun Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatini qurdi. 2020 yili Donald Trump prezident bo'lgan mezgilda Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining ma'qullashiga turtki bo'ldi. U Xitoy Kompartiyasining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikni ko'rsatadigan barliq ishlarni qilganligini bayon qilib, agar mush surat bilan Xitoy qilmishlarini davom qilsa, necha 10 yil ichida xalqining tamoman yo'qolganligini aytdi deyildi. Hayoti va hurligi uchun o'limga tavakkul qila oladigan millat asla yengilmas millatdir. Mustaqillik boshqalar tarafidan berilmaydi. Elinadi deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatamqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.